mandan o'tib ketyapti degan qo'rquv haqida bugun insho o'qiymiz. Insho o'qish rubrikasi davom etyapti. Parallel muhit yopiq Telegram kanalidan bu insho o'qib berilyapti va tahlil qilib ketilyapti. Agar tahlil qiladigan joy bo'lsa, shaxsiy ya'ni fikr bildirib ketyapman. Unda boshlaymiz. Moliyachi Danilovning gapida jon bor. Har bitta davlatning to'p gunohi bor. Italiya, Ispaniyada dangasalik, siesta dengiz bo'yida yotish, nemis davlatlarida g'urur, o'zini rosa baland olishadi. Polshada ko'z uchun yashash, avvalgi sovet davlatlarida esa asosan hasad. Kuzatuvimda ham shuni ko'raman, atrofimizda hasad ko'p, u haqida esa ko'p gapirilmaydi. Boshqalar bizdan o'tib ketayotganiga xafa bo'lish hasad. Uning ishlari o'xshayapti, bizdaniki yo'q. Shunga xafa bo'lish hasad. U egallab turgan joyiga qo'lidagi pulga noloyiq deb bilish hasad. Undagi narsaga o'zimizni loyiqroq deb bilish hasad. Odamlardagi narsalarga hasad bir taraf. Odamlar bor, unga hasad qilishlari uchun ham xaridlar qilishadi. Charli Mangerning gapini oldin ham eslagan edik. Iqtisodni hasad yurg'izadi. Odamlar shunchaki ko'proq narsa xohlashmaydi, boshqalardan ko'proq bo'lishini xohlashadi. Qo'llaridagi narsa yaxshi bo'lishi mumkin, boshqalardagi yaxshiroq narsalar uni yomonroq ko'rsatib qo'yadi. Muammo baxtli bo'lishimni xohlashimizda emas, boshqalardan baxtliroq bo'lishimizni xohlashimizda. Ko'pchilik xohlaydi, hech kim to'xtay demaydi, shu sabab poyga ham tugamaydi. Maktabda bu poygaga kirishamiz, qabristonda tugatamiz. Yo'g'e, qabristonda ham tugamas ekan. Bir-biridan o'taman degan qabristonlarga qarang. O'liklar uchun emas, tiriklarga atalgandek turibdi. Bir odamning yutug'ini aytasiz, uning omadi kelgan deydi. Qilayotgan katta ishlariga ishora qilasiz, qaynotasi boy ekanini eslatadi. Bu hasadga ishora bo'lmay nimaga ishora ekan? Amerikada 22 yoshlik bola millioner bo'ldi. Uning yutuqlari bizga ta'sir qilmaydi. Yon qo'shnimizning qimmat mashinasi, hamkasbimizning yangi telefoni, sinfdoshimizning daromadi ta'sir qiladi. Yonimizdagilar erishayotgani qattiqroq botadi. Uning o'rnida biz bo'lishimiz mumkin edi. Undagi bor qobiliyatlar bizda ham bor edi deb o'ylaymiz. Gapiruvchilar olovga o'tin tashlab turadi. Bizdan oldingilari ko'rsatishadi. Nega unda bor, senda esa yo'q? Yordam beruvchi savolga o'xshaydi. Yordam qalbini qiynash orqali berilmaydi. Hasad qilmang, maslahati oson. Sizdan yaxshiroqlar sizdan ko'pga erishadi. Jim kuzatib turish qiyin kechadi. Mencha ichkaridan savol keladi. Kuchayib ketsak bu tuyg'ular yo'qolar balki deb o'ylashingiz mumkin. Millioner va milliarderlar bundan ozodmikan degan savol kelishi mumkin. Deysiz. Wilkinson biografiyasida yozadi. O'zi ko'pchilik boylarni mana shu hasad ishga sudrab boradi. Mashhurlar hasad qilmasmikin deysiz. Bir-biri haqida gapiradigan gaplari eshitasiz. Mark Twainning ular ham biz kabi oddiy odamlar degani esingizga keladi. Professorlar hasadni yutganmikin deysiz. William Zenser yozadi. Eng kuchli hasad akademiyada bo'ladi. Bilish hasadni kamaytirmaydi, balki ko'payishini oson qiladi. Aldagan, ichgan, chekkan, o'yinga mukkasidan ketganlarni ko'rish oson. Hasad qilayotganini uydagilar ham bilmasligi mumkin. Uydagilar mayli, ba'zida odamning o'zi ham sezmaydi. Zo'r bo'lish xolos qilmaydi. Hasad qilishdan zo'r bo'lib ketish xolos qilmaydi.
Hasad qilayotganimizni atrof bilmaydi. Odamlar yolg'onni qoralaganchalik hasadni qoralamaydi. Maktablarda yengishni o'rgatishmaydi, ma'ruzalarda ham kam eslab o'tiladi. Shunga qaramay, hasad hayotimizni katta qismini boshqaradi. Qobil Hobilni hasad tufayli o'ldirganmidi? Bugun bu kamchilikni to'ldiramiz. Hasad bilan kurashishni o'rganamiz. Faqat ogoh qilishimiz kerak bo'ladi. Men hali butunlay yenga olmadim. Har safar yengidan kurashishga to'g'ri keladi. O'rganadiganlarimiz yutishga yordam beradimi, yo'qmi bilmadim. Yutqizmaslikka aniq yordam beradi. Nazariya qilib o'tirmaymiz. Katta kitoblarda bu haqida ko'p yozilgan. Hayotimdagi amaliyotdan olamiz. Kecha tavsiyamda kitob chiqib qoldi. How to live in extraordinary life, ya'ni tarjimasi noodatiy hayot qanday yashaladi degan kitob. Muallif o'zi noodatiy yashaganmikin? Darrov qiziqdim. 6 yil urushda qatnashgan, kompaniya ochib sotgan, 200dan ortiq biznesga sarmoya kiritgan, bloglarda millionlab odamlar bor, butun dunyoda tanishlar o'ttirgan, yozayotgan xatlarini 200 mingdan ham ko'p odam o'qiydi, kitob ham yozibdi, ha aytgancha mendan atigi 5 yosh katta. Ya'ni 38-37 yosh atrofidagi inson haqida gap ketyapti. Ichimdan ovoz keldi, uni qara, seni qara. Hali ham yuribsan dedi. Bu birinchi odam emas, o'rganib ketganman. Harmozin ham mendan 4 yosh katta. Ethereum asoschisi Buterin esa tengdoshim, balki yoshroq ham. Bu hasadimni yoki o'zimni solishtirish bilmadim. Uydagi gaplar bilan kurashishni boshlab yubordim. Bu yigit boy oiladan, otasining IT kompaniyasi bor, yutuqlarda o'zidan ko'ra otasining o'rni katta, chunki ukalari ham kuchli yigitlar. Menga uni otasi kerakmi? Otasi yoki o'zimning otam? Aslo almashmagan bo'lar edim. O'zi holatim zo'r. 5 yil oldin shu kunlari orzu qilardim. U yigit o'zining start nuqtasidan yaxshi ketyapti. Men o'z start nuqtamdan yaxshi ketyapman. Joyimda turgan bo'lsam ham bir fikr bor. Qirol Charles II kasal bo'lganida uni tuzata olishmagan edi. Metal, tosh, kaptar go'ngi yutgandi. Terisiga suyak ishqalashgandi. Qiynalib baribir o'lib ketgandi. Prezident James Garfield o'q yegach oddiy infeksiyadan vafot qilgandi. U payt hali antibiotiklar yo'q edi. O'tmishdagi qirol va prezidentlardan yaxshiroq yashayapman. 5 yil oldingi o'zimdan yaxshiroq yashayapman. Afrika, Osiyodagi millionlab tengdoshlarimdan yaxshiroq yashayapman. Buni nega eslatmayapti-ya? Men o'zimning ichki holatimni yaxshi bilaman, uning holatini bilmayman. Nega o'z ichki holatim bilan uning tashqi holatini solishtirishim kerak? Undagi narsalar menda bo'lishi uchun men butunlay o'sha inson bo'lishim kerak. Buni xohlamayman. Kaktus sotib olganimizda tikani bilan keladi. Mushuk boqsangiz uyingiz sochga to'lib oladi. To'ti olsangiz qafas ham olasiz. Hayotda kelayotgan narsalar qadog'ida keladi. Bir qismini olaman deb boshqasini tashlay olmaysiz. Qiyin joylarda tug'ildik. Aslida bizdan qiyinlari ham bor edi. Shunga yarasha harakatchanlik paydo bo'ldi. Amerikada tug'ilganlar xitoyliklarga yutqizib kelyapti. Ertaga qorni to'ygan xitoyliklar balki harakatchan nigeriyaliklarga yutqizadi. Luis Eski bu darajada mashhurlikka hayotidagi qiyinchiliklardan erishdi. Elon Musk yillab otasi tomonidan ezildi. Steve Jobsni oilasi tashlab ketdi.
Hamadali do'stimiz onasi va akasini yosh yo'qotdi. Odamlardagi bir nima boshqa bir nima evaziga kelgan bo'ladi. Tug'ilgan bolamning yarmini olib, yarmini tashlab keta olmayman. Bir odamdagi narsani xohlashim uning hayotini to'liq xohlashim degani, nima kelsa ham bitta qadoqda keladi. Tanamga rozi bo'ldim-ku, rizqimga ham roziman. Asosiy vaqtimni bekor ketkazmayapmanmi? Mana shu mening qo'limda. Hasad tuyg'usi boygedasan deydi. Boshqalardan o'shishga undaydi. Narsalarni olishga, erishishga xohlaydi. Chunki matolarni ko'rsa bo'ladi. Haqiqiy boygani esa ko'rib bo'lmaydi. Xotirjam uyqu, yaxshi amallar, baxtli oila, sog'lom tana ko'rish qiyin, ko'rsatish qiyin. Men ko'rayotgan tashqi muvaffaqiyat nima evaziga bo'lganini bilmayman. Talib aytgandek, o'rta muvaffaqiyat ko'nikmalar, ulkan muvaffaqiyat omad. Yana bu katta muvaffaqiyat qanday tugashini ham bilmayman. Franklin aytgandi, ko'p erkaklarni muvaffaqiyat xarob qildi. Xarob bo'lishni istamayman. Yaxshi ishlar qilayotganlarning ishi yanada rivojlansin. Bu sayyora yaxshilansa, hammamizga yaxshi bo'ladi. Mana shu fikrlarning hammasi sekundlarda xayolimdan o'tadi. Yutqizishni oldini oladi. Hasadim ketganday bo'ladi. Yozilganda ko'pdir odam daqiqasiga 4 mingta so'z tezlikda o'ylaydi. Bu nafs o'zini eng boylar, mashhur sportchilar, olimlar, bo'yi baland va baquvvatlar bilan solishtiradi. Axir men birdaniga bari bo'la olmayman. Nega qiynalayotganlar bilan solishtirmaydi? Nega yosh o'lganlarni keltirmaydi? 40 yildan beri hayoti o'zgarmaganlar qani? Ularni internetdan topish qiyin kechadi. Topganda ham e'tiborga tushmaydi. Shu sababdan balki solishtirish uchun imkon bermayin deyman. Instagram ishlatmasligim shundan. U yerda qiyin hayot bo'lishilmaydi. Sayohat, sovg'a, mashina, ovqat va kiyimlar Instagramga qaragandan osmonga qaragan ko'proq yutadi. Faqat boylar yig'ilgan klublardan uzoq yuraman. Eng yaqin 5 ta kishingizdan birisiz deyishadi. Boylar bilan yuradigan boyib ketar ekan. Balki shundaydir. Men boyligini bildirmaydiganlar bilan yurishni tanlayman. Boy bo'lishning yaxshiroq yo'lini bilaman. Boylik olib keladigan odatlar bor. Ishning ustasi bo'lish, amal qilingan ilm, chiroyli axloq, jahl qilmaslik, va'dada turish, qanoat. Paul Graham Ronco prinsipi dermidi? Shu odat egalari bilan ko'proq yursam deyman. Boy odam boyligini bo'lishmas, balki axloqlilar yonida yursangiz go'zal odatlar baribir o'tadi. Axloqlilar yonida yursangiz go'zal odatlar baribir sizga o'tadi. Hasadini yenggan odamga Abdulloh ibn Amr ham havas qilgandi. O'sha odamga shu sabab jannat va'da qilingandi balki. Hasadimizni yengsak hammasi oson bo'ladi. Yengishi o'zi oson bo'lmaydi. Kurashda omad tilayman do'stlar. Sizlarga ham hasadni yengishda va o'zimga ham hasadni yengishda omad tilayman.